Klaslarda 55 ta, bu 65 ta. Pichoq relisi, yangi pichoq qo'yganda doim qo'yilishi shart bo'lgan narsa bu. Bunisi 55 ta 1 metrlik o'qi. Video davomida aytib o'tgan shu 1 metrlik o'qi. Hop. 55, 65 umuman любой apparatimizga universal orqasini zichligini qisadigan rezbalarimiz kelgan. Bu klaslarimizni tormozini tiyagalari 3 ta bo'ladi, 3 ta tiyagadan shu uchovida ham bor. Bu ham asosiy ishni bajaradi. Bularda e'tibor qaratilmasa igorkalari urib qo'yadi. Mana yangiligimiz kelgan. Bu oldin yo'q edi sotuvda. Klaslarda umuman universal arqa qisadigan nimani prujinasi bu. Sotuvda kamdan kam edi bu narsa. Endi keldi sotuvga. Mana ichi rezbasi. Bunisi tashqi nimasi? Prujinasi. Bu mana ko'rsatganimiz shuni rezbasi. Bu ana shunimiz yangilik bo'lib keldi. Hop, klaslarda Porsche'da old nimasida turadi, regirovka qiladigan ugolni deydi, направляющий ugolnik. Bu ham ancha katta ishni bajaradi. Porsche uchun ancha tekis yurish uchun ancha katta ishni bajaradi. Hop, jatkamiz kapalagi cheklanmagan miqdorda bor. Katta magazinlarga ham tarqatiladi. Hamma zapchastlarimiz har xil assortimentda, har xil sifatda bor. O'zbekiston bo'yicha magazinlar ham aloqaga chiqishaversin. Arzon narxda non chiqadigan qilib beriladi. Mana nimalarimiz, jatka qozonchalarimiz mana bu yerda taxlanib yotibdi. Z511 umuman universal nufchkamiz. Shu 3 ta teshikli любой apparatimizga mahavaga tushaveradi. Universal bu. Shu mana shu nimasi 6 talik bo'ladi. Bu universal. Bitta Z511 ga emas. Har qanday o'sha mahavaga 3 ta teshigi bor apparatga qotib joylashtirsa bo'ladi.